Assalomu alaykum birodarlar, yaxshimisizlar? Mana yangi pechkamiz, mana nimalar ham padushkalar ham ko'landi. Padushkalarga ham 14 lik almatura tashayapmiz. Hammasiga mana. Mana shu ukamiz mana shuna tashatyapti 14 lik. Katta almaturalardan mana qo'yapmiz burchaklarga. Obyektimiz 14 ga 10 qashti 13. Mana shu pulni stashga qo'yiladi. Bittada kuyib stashga qo'yamiz. Kimga mana shunaqa ustalar kerak bo'lsa, mana shu ukamizni uchastkasini qilyapmiz, Samsung ukamizni. Kimga mana shunaqa uchastkalar qilish kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Ana shu Alimjon degan bolaga mana sizlar olib borib bir ko'rsatib qo'ying. Ustalardan ish qilib turganini chirillar. Mana omonatda ish qilyapti ustalar, mana u gap yo'q. Ular omonatga xiyonat qilmaydigan ustalar o'zi-yu. Masalan, mana yerlarga ham qo'ymay chiqaveradi ular. Ularda ertalabda ota-onasidan duo olib kelgan. Bular ota-onasidan duo olib kelgan bular. Mana hamma qo'yapti u pastga mana. 1 metr qo'yib kirgizib yuboryapti 14 lik armaturani. Yerga. Birinchi urishda tizzalariga dor, ikkinchi urishda bellariga dor kirgizyapti armaturani. Urganib qolganmiz tashlab. Ikkala tomon to'g'ri. Hamma armaturalarimiz 14 lik. Armasetkalar qo'yamiz mana. O'lni tashlaymiz. Mana shu 6 lik simda to'q chiqamiz, uzun tashab. Yana. Nima gap yo'q ustakalar. O'sha ikkala uzun bo'lib qoldi. Ustaka ash ekangiz, oy. Endi bu qonuniy bitta chirayli qilinglar dedi. Hushyor bo'lib tushing, ustaka o'ta omonatda ishlayapsiz. Tushda ham hushyor bo'ling. Ana shunday tushib oldingiz. Bugun Oybek aka video oldi yozib qo'yaman. Bo'ldi mana. İşimiz mana bo'ldi. Ustalarni mana allaqasini olib qo'ydim mana. Tomosha qilinglar. Kimga mana shuna uchastkalar kerak bo'lsa, qilish kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Mana murojaat Farg'ona viloyati Buvayda tumani bo'ylab xizmat qilamiz biz. Boshqa rayonlarga chiqqani ochiretimizdan vaqtimizdan bo'lmaydi. Ochiret ham demaydi. Mana Bakir usta, o'zi gumona. Ana